Xalqaro kechirim tashkiloti 20-sentabr kuni o'zining tor betida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'urlar haqidagi doklatiga inkas bildirib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashi o'zining yillardan buyongi harakatsizligiga xotima berib, mustaqil tekshirish mexanizmini ishga solib, Xitoyning Uyg'ur rayonida yurgizayotgan qabih jinoyatlarini xalqaro qonunga asosan tekshirib aniqlash kerak degan. Bu inkasnomada ko'rsatilishicha, Xalqaro kechirim tashkiloti 2020-yilning oxiridan 2021-yilning oxirigacha O'rta Osiyo va Turkiyadagi ko'plagan Uyg'urlarni ziyorat qilib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatlari haqida isbot to'plagan. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 20-sentabr Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 77. navbatlik umumiy yig'inida so'z qildi. O so'zida Uyg'urlarni tilga elib, Xitoyning zimin butunligiga, bir Xitoy siyosatiga va egilik huquqiga qat'iy zarar yetkazmagan asosda musulmon Uyg'ur turklarining tub huquqlari va erkinligining qo'g'dilishiga sezgir qaraymiz dedi. Ukraynaning sharqidagi Rossiyani qo'llaydigan bölgünchilarning kontrolligidagi Xersonda bölgünchilar Rossiyaga qo'shilish uchun referendum o'tkazilganligi e'lon qilindi. Donetsk, Luhansk va Xersondagi umumiy xalq orasida ovozga qo'yish vaqti 23-27 sentabr kunlari deb e'lon qilindi. Umumiy xalq orasida ovozga qo'yish qarori xalqaroning noroziligiga uchradi. Türkiye Milletçi Hareket Partisi'nin reisi Devlet Bağcılı Kayseri'de ötküzülgen yığından keyin verilgen keşlik ziyafette Ör Şarkı Türkistan Cemiyeti namlıq teşkilatının heyetini kabul kılgan. Ör Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin reisi Sadullah Doğutürk özlerinin Bağcılığı Şarkı Türkistan'daki en yeni vaziyet hakkında malumat bergenligini etti. Uçuruşda bağcılığı kök bayrak baştemi kılıngan Şarkı Türkistan haritasi taqdim kılıngan. Bağcılı yaqinqi yıllarda Şarkı Türkistan'da Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikqa sukut qilish bilan ayblanib kelmoqda. Yakshanba kuni attigandan boshlab Nanmadul tayfun bo'rini Yaponiyada o'zini ko'rsatishga boshlagan bo'lib, nurg'un qitim tuproq serilib tushish va kalkun ofati yuz bergan. İzdash va qutqizish guruhi qora bo'ronda hozirgacha 2 odamning qazo qilganligini va 90 kishining yaralanganligini e'lon qildi.